O'zbekistonda bo'la turib, o'zbek tilida YouTube uchun kontent qilib 1 million prosmotrdan qancha pul ishlasa bo'ladi? Kecha qayerdandir o'qib olib, bugun videoda gapirib berayotgan odamga o'xshab qolmasligim uchun men o'zimni sizlar bilan tanishtirishim kerak. Men 2015-yildan beri YouTube bilan shug'ullanib kelaman. 8 yil bo'libdi, Karl. 2015-yildan beri rus tilida texnoblogingni men yuritib kelganman mana bu kanalda. O'shaning uchun ham siz meni tanimaysiz, chunki rus tilida kontent ko'rmaysiz. 2023-yilning yanvar oyidan boshlab men mana shu texnobloging sohasini o'zbek tilida qilishni boshladim. Mana endi siz meni asta-sekinlik bilan tanishni boshlayapsiz. Ya'ni sizni ko'zingizdan men nima deydi, boya aytganimdek qayerdandir internetdan o'qib olib gapirib berayotgan odamga o'xshab qolmasligim uchun aytayapman, o'zimni tanishtiryapman. Menda mana shu soha bo'yicha tajriba bor. O'sha tajriba bilan sizlar bilan hozir ulashaman. O'zbek tilidagi video 1 million prosmotrga qancha pul olib kelishini bilishdan oldin, kelinglar birinchi YouTube'ni pul to'lash tizimi qanday ishlasligini men sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu YouTube. YouTube'da juda ham katta auditoriya bor. Ya'ni YouTube'ni juda ham ko'p odamlar kuzatadi va uni ishlatadi. Katta auditoriya nima degani? Bu katta kuch degani. Katta brendlar bor. Masalan, aytaylikki, brendlardan biri bu Coca-Cola. Coca-Cola. Aytaylik, Coca-Cola qanaqadir yangicha ta'm o'ylab topdi. Bilmayman, vishnyovый ta'mmi, yablishniy ta'mmi farqi yo'q. Qanaqadir yangi ta'm o'ylab topdi. Endi o'sha yangi ta'm chiqarganligi haqida ular reklama qilish kerak va o'zini fanatlariga, o'zini auditoriyasiga o'sha yangilikni yetkazish kerak. Ular biladiki, to'g'risida YouTube'da ularga kerak bo'lgan auditoriya o'tiradi. O'shaning uchun YouTube'ning oldiga bular keladi, aytadiki, bizaga deydi, mana shu yangicha ta'm chiqarganimizni 10 million yoki 20 million odamga ko'rsatib ber deydi. Coca-Cola keladi YouTube'ga shunaqa deydi. Keyin YouTube unga aytadi, 20 millionga ko'rsatib berish, masalan, 20 million dollar turadi deb aytadi. Ya'ni Coca-Cola YouTube'ga 20 million dollar to'lab beradi. YouTube'da menga o'xshagan, ya'ni boshqa blogerlarga o'xshagan blogerlar bor, to'g'rimi? Bularda hammasida monetizatsiya yongan kanalida aytaylik. Tasavvur qilaylik shunaqa qilib. Mana bular blogerlar bo'lsin. Mana 20 millionni Coca-Cola YouTube'ga to'lab berdi. YouTube bizlarga mana shu 20 milliondan qanchadir kichkina qismchalarini bizlarga to'lab beradi. Nega? Chunki bizlarning videomizni boshida Coca-Cola'ning reklamasini chiqarayotganligi uchun. Ya'ni meni bilishim bo'yicha mana shu 20 milliondan 60%ni YouTube o'ziga olib qoladi, 40%ni blogerlarga bo'lib beradi. Mana shunaqa qilib tizim ishlaydi. Ya'ni YouTube'da qanday qilib pul topib bo'ladi? Nimaga YouTube o'zi pul to'laydi degan savollar bo'ladi-ku. Mana nimaga pul to'laydi? Endi tushundingiz degan umiddaman. O'zbekistonda monetizatsiya ishlamaydi-ku deb savol berishingiz mumkin. To'g'ri, hozircha ishlamaydi, lekin siz O'zbekistonda bo'la turib kanal ochib, uni ma'lum bir statistikaga yetkazib, masalan, 1000 ta obunachi 4000 soat prosmotr yig'ganingizdan keyin siz monetizatsiyaga zapros bermoqchi bo'lgan paytingizda YouTube sizga aytadi: "Monetizatsiya недоступна в вашей стране" deydi. U narsani ko'rib tushkunlikka tushish kerak emas, prosta nastroykasiga kirasizda, davlatingizni o'zgartirasiz, masalan, Amerika qilasiz, keyin zapros berishingiz mumkin bo'ladi. YouTube sizni zaprosingizni 2-3 kun ichida ko'rib chiqadi. Agarda kontentingiz to'g'ri kelsa, qilayotgan faoliyatingiz hech qanaqa qonun qoidalarni buzmayotgan bo'lsa, yig'gan obunachingiz hammasi живой bo'lsa, nakrutka emas sizga, albatta monetizatsiyani YouTube yoqib beradi. Undan keyin siz bemalol o'sha prosmotrlardan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, birovlarni videosini ko'chirib, avtorskiy pravasi bor videolarni ko'chirib o'zingizga yuklaganingizni to'g'ri yo'q, foydasi yo'q. Masalan, siz O'zbekistonda YouTube ko'rasiz. Meni ham videomga hozir bosdingiz, to'g'rimi? Boshida bosganingizda reklama chiqdimi? Meni videomga bosdingiz, boshida reklama chiqdimi? Chiqmadi, to'g'rimi? Bu deganiki O'zbekistonda monetizatsiya ishlamaydi degani. Ya'ni siz mana shu videoga kirganingizda boshida reklama chiqmaganligi uchun sizni ko'rayotgan prosmotringizdan 0 hech qancha pul ishlamadi. Avtor qachon pul oladi? Qachonki siz uni videosiga bosganingizda boshida reklama chiqib kelganida, ana o'shandagina avtor pul oladi. Bu narsani yana bir marta tekshirib ko'rishingiz mumkin. Masalan, O'zbekistonda bo'la turib VPN yoqasizda, Amerikaga qaratib yoqasizda VPN-ni, keyin YouTube'ga kirib bironta videoga bosing, boshida reklama kelib chiqadi. Ana shu prosmotrdan avtor o'sha pul olishni boshlaydi. YouTube'da prosmotrlardan pul ishlash uchun siz qaysi davlatda turganingiz muhim emas. Sizni qaysi davlatdan ko'rayotganligi muhim. Masalan, aytaylik, siz O'zbekistondasiz, siz rolik qildingiz, o'sha roligingizni millionta odam ko'rdi Amerikadan. O'sha millionta odam faqat Amerikadan ko'rgan, boshqa hech qaysi joydan ko'rmagan. Va siz o'sha uchun Amerikadagi YouTuberlar qancha olsa, xuddi shuncha pulni olasiz O'zbekistonda turib. Tushundingiz, ha? Yoki siz YouTube'ga video qildingiz va u 1 millionta prosmotr yig'di, faqat u 1 millionta prosmotrni hammasini O'zbekistondan ko'rishdi. Bu uchun siz 0 sent olasiz.
YouTube'da pul ishlash uchun siz qayerda turganingiz, qaysi davlat orqali monetizatsiya yoqganingiz muhim emas. Xo'sh, Afrikadan turib video qiling, lekin o'sha videongizni Amerikadan turib ko'rsasiz, Amerikani pulini ishlaysiz. Tushundingiz-a? Lekin bizning asosiy mavzuyimiz bu o'zbek tilida video qilib 1 million prosmotrga YouTubedan qancha pul ishlash mumkinligini bilib olishimiz kerak. Lekin shu narsani inobatga olaylikki, sizni o'zbeklar nafaqat O'zbekistondan kuzatishadi, balki boshqa davlatlardan ham kuzatishadi. Chunki bizning yurtdoshlarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiyada bor, Amerikada bor, Koreyada bor, u yerda ham ularning soni ko'p va sizni boshqa davlatlardan ham oz-mozdan kuzatganligi sababli sizga 1 so'm tushib turadi. Nol emas. Nega 1 so'mligini hozir tushuntirib beraman. Kimdirlar o'ylaydi, men hozir YouTube'ga bitta rolik qilsam, uni 1 million prosmotr bo'lishini kutib o'tirishim kerakmi, men pul olishim uchun deb. Yo'q. Aytaylik, sizning kanalingiz bor. Va o'sha kanalingizda 100 ta video bor va kanalingizda monetizatsiya yongan. Va o'sha 100 ta video har sutkada qanaqadir prosmotrlar yig'adi, to'g'rimi? Va bir oy mobaynida ana shu 100 ta videongiz umumiy yig'gan prosmotrlari qancha bo'ldi? Masalan, million yig'ildi. O'sha 100 ta videongiz bir oy ichida million prosmotr yig'ildi. Ana o'sha million prosmotr uchun sizga YouTube pulini to'lab beradi. Qaysi davlatdan sizning videongizni odamlar ko'rayotganiga qarab. Masalan, Amerikadan ko'rsa sal ko'proq, boshqa davlatdan ko'rsa sal kamroq. Masalan, hamma o'sha 1 million prosmotrni Amerikadan ko'rmaydi-ku, to'g'rimi? Ingliz tilida qilgan taqdiringizda ham ingliz tilida nafaqat Amerika gapiradi, Britaniya gapiradi, Yevropa ham gapiradi, Avstraliya gapiradi va так dalay. Butun dunyo praktически gapiradi. O'sha 1 million prosmotringiz ingliz tilida edi. O'sha monetizatsiyasi yoniq. Sizni masalan o'sha 1 milliontadan 250 mingtasi Amerikadan ko'rgan bo'ladi, 100 mingtasi Yevropadan ko'rgan bo'ladi, yana 100 mingtasi boshqa davlatdan ko'rgan bo'ladi. O'sha 250 mingta amerikanец ko'rgani uchun mana bu summa bo'yicha to'lab beradi. 100 mingta koreys ko'rganligi uchun mana bu summa bo'yicha to'lab beradi. Yana 100 mingtasi bu Yevropa ko'rgani uchun mana buncha summa bilan to'lab beradi. Va o'sha keyin qanaqadir bir sizga summa bo'lib yig'iladi. Endi tushundingiz degan umiddaman. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Aytaylik, sizning kanalingizda monetizatsiya yongan qanchadir roliklar bor va bir oy mobaynida 1 million prosmotr yig'ildi deb aytaylik. Va siz o'sha 1 million prosmotr uchun pul olmaysiz. Hamma prosmotrlar uchun pul olmaysiz. Ya'ni 1 million prosmotringizdan siz faqat kommersiy prosmotrlar uchun pul olasiz. 1 millionta sizning videongizni odam ko'rdimi? O'shandan taxminan 650 mingtasi kommersiy bo'ladi. Kommersiy degani bu sizning videongizni odam bosganida reklama kelib chiqsa, ana o'sha kommersiy prosmotr hisoblanadi. Ana o'sha 1 millionta odamdan 650 mingtasiga reklama chiqadi, qolganiga esa chiqmaydi. Qolgan 350 mingtasiga chiqmaydi. Ana shunaqa randomni, YouTube randomni beradi reklamani. Aytaylikki, har xil davlatlar bor, masalan, USA, United States of America. 1000 prosmotriga texnoblog segmentida taxminan $5 to'laydi. 1000 prosmotriga finansiy segmentda $50 to'laydi. Endi bu yo'g'ini o'zingiz hisoblab olaverasiz. Masalan, siz texnoblog o'qiryapsiz ingliz tilida. Siz 1 million prosmotr yig'dingiz va mana shu 1000 prosmotrga $5 to'laydi. Siz mana bundan hisob-kitob qilishingiz kerak. Endi buni hisoblab ko'radigan bo'lsak, agar 650 mingni biz taqsim 1000 qilamiz, ko'paytiramiz $5 ga, $3250 bo'ladi. Agarda siz ingliz tilida masalan texnoblog olib borib 1 million prosmotr yig'sangiz, sizga taxminan mana shu summani to'lab berishadi. Что за контент я делаю, а? Qanaqa kontent sizlarga qilib beryapman? Qanaqa informatsiyalarni sizlarga aytib beryapman? Like qo'ymasalaringiz, podpiska bosmasalaringiz bo'lmaydi. Boshqa davlatlar uchun boshqacha. Masalan, Yevropa uchun 1000 prosmotriga masalan $5 emasda $3. Допустим. Tushundingiz-a? Ya'ni boshqa davlatlar uchun kam bo'lib ketaveradi. O'zbekiston uchun hozircha 0. Men mana shu o'zbek tilida texnoblogni boshlaganimga 5 oy bo'libdi va 5 oy mobaynida umumiy prosmotrlarning soni 2.195 ming bo'libdi. Ya'ni har bitta videoni prosmotrlarini qo'shib chiqsak, ana shuncha bo'ladi. Ana o'sha 2.195 ming prosmotrga umumiy hozir YouTube qancha to'lab berganini men sizlarga ko'rsataman. Undan keyin biz uni 2 ga bo'lib olsak, taxminan 1 million prosmotrga qancha pul to'laganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Undan oldin sizlarga prosta ko'rsatish uchun mana qarang, 2.195 million 571 prosmotr million devordim. 2.195.571 prosmotr, chort poberi. Endi biz tvorческий studiyaga kiramiz va dohodga kiramiz. Bu yoqda hozir za все время deb qo'yamiz. Za все времяda $248 va 26 sent Karl. Qanaqa krugliy sonlar. Biz buni agar 2 ga bo'lib olsak, $124.13 sent bo'lyapti. 1 million prosmotr uchun. 5 oy bo'lsa, 2,5 oyda prosmotrdan men bor yo'g'i $124 ishlabman. Karl. Ko'rdingizmi? Все-таки 0 emas. Nega 0 emas?
Chunki mana shu $248.26 bu mana O'zbekistondan ko'rilganligi uchun emas, Amerikadan bizning yurtdoshlarimiz ko'rganligi uchun, Koreyadan yurtdoshlarimiz ko'rganligi uchun, yana qanaqadir boshqa Yevropa davlatlaridan ko'rganligi uchun mizir tushib 5 oy ichida yig'ilgan summa. Mana shunaqa. Agarda O'zbekistonda monetizatsiya yonsa, bu summa ozroq ko'proq bo'lishi mumkin, lekin незначительно baribir. Siz savol berishingiz mumkin. Agarda YouTube sizga shuncha kam pul to'lasa, nima qilasiz bu ishni qilib? Uyga qanaqa qilib non olib kirasiz deyishingiz mumkin. Bu esa boshqa отдельный rolik uchun mavzu. Так что bu savolga boshqa rolikda javob beraman. Sizlar bilan Timur Xatamov aka Team Line kanaliga obuna bo'lish, bitta like, bitta kommentariy qoldirish esdan chiqmasin.